O'tdim bari. Okey, qara. Jimmy. Haja. Hajari Amerikaja. Okey. Lasam shuni. Men birga nazar Dunyo tilini bilmayman. yoritish emas. Qarang, davom etamiz. No. Dore que natano hai. Valo que. Okey? Qoyil. Ana bilasam, Jimmy, держи гитару. सभी किसके लिए इसका ब्रेकअप हो जाए? I am a disco dancer. This person will tell you. Ya, emas bu anaqa. Rahmon aka mana Hindiston keldi. Sababini endi hozir yetmay turdi otdilar. Okey, yorib tashlayman. Qoyil. Kajo. Hamma maza qildi. Kajo. Ko'cha bu Harmendra bu. Ya bismillah. Mana shu Shohruh ukamiz bugun Andijon o'ynar ekan. Kim bilan o'ynaydi? Andijon Agemga bilan o'ynaydi. Ko'zida ol, u ana. Ko'zida cho'q, lekin ichida alam, dard. Ayniqsa mana unisi aka o'yin. Boshini telefondan ko'tarmayapti. No, to'xta, oldim tasini ichib ko'rsin, ichib ko'r. Qani bismillah, ha. O'lmasang yashab ketasan. Qanaqadir. Ha? Boshqacha tam. Ana uni oldiga olib boraymi hali? Qo'ltig'ini tagiga somsalarni qilib beradi. Pirashka qilib. Anjanga omad, aka. Qarang, G'alaba kutamiz. Yuzni qaranglar, xotirjamlik, o'ylanib, akamning o'sha yerda bo'lishim kerak edi deb. Inshaalloh g'alaba qozonamiz. Qani, ukam. O bratchika, menga yanabda ber. Ketdik, challo. Qo'lda nos bunisida. Bunda ham nos. Challo. Zo'ravon qilyapti. Bu nima qiladi u plos? Bu razborchikmi bu? Короче, Hindistonga birinchi kelgan kundan boshlab sarguzashtlarni boshlayapmiz. Hali biz endi o'rganib chiqyapmiz. Abdurahmon Fodilovdan uzoqlashmang. Inshaalloh kontentlarni bir yaxshi-yaxshilarni topamiz. Aka, meni bir 28 ta bolam bor aka. Strechni haydamang aka. Aka! Yomon bo'ldi lekin. Bashar, ay, pyari muhabbat ke zindabat Hindiston. Chalo. Lekin bizda signal chalamiz deymiz. Bularni signaliga yeta olmas ekanmiz biz, lekin bori. Signal hali kelgan ko'chamiz-ku. Non izlab va nihoyat topdik non. Alhamdulillah, ha. Nimadir topdi-da bu ham bori. Nomer adini. Nima? Kiring, ko'ring. Nima qatta? Yuring, oxirrog'ida. Nima bor? Nima? Ya subhanallah. Brother, this you know Uzbekistan? Yes, Uzbekistan. This Uzbekistan also is product in the Uzbekistan. Ya subhanallah. Qaranglar. Ermak qurib bor ekan. Hot lunch bor ekan. Brother, it's a number 1? Yes, number 1. Number 1? Yeah. Chalo mera do'st, chalo. Azlar, biz dunyoni zabt etyapmiz. Assalomu alaykum barchaga, xayrli tong. Hindistonda bugun paraatletlarimiz o'zlarining jahon chempionatidagi ishtiroklarini boshlashadi. Ana, bizning choyimiz ham qaynadi. Bu atmoqchi choy emas bu. Qaranglar, choylikda atirib shunaqa katta qopqog'ini olib qo'yganman. Естественно, qayerdan? Arteldan. Va o'zimizning oziq-ovqatlar bilan. Hindistonga agar keladigan bo'lsangiz, albatta o'zingiz bilan pochka-pochkalab oziq-ovqat olib keling. Sababi bularda ovqatini mikroblari, biz ovqatimizni mikroblarga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni organizmni mikroblariga to'g'ri kelmaydi. Mayli, nima bo'lishidan qat'iy nazar, shoda oltin medallarni olib ketish O'zbekiston zaminiga shu yerdan nasib qilsin. Bugun sportchilarimiz ishtirokidagi barcha uchrashuvlarni live qilib boraman, Instagram storieslariga qo'yib boraman va albatta inshaalloh oltin medallarni olish nasib qilsin. Duoda bo'ylar. Ana endi esa biz o'zimizni zavtrigimizni boshlaymiz sirlik sosiskalar bilan. Mana Abdurahmon akamiz ham yetib keldi musobaqaga, baleshiylikka. Bugungi qatnashchilarimiz Ko'barakon Hakimova, Navro'zaxon Ahmadova. Sizlarga omad tilayman.
Azar oltin medal olish oson bo'lmaydi. Chunki butun dunyodan kelgan para atletlar juda ham katta tayyorgarlik ko'rishgan va barchasi jahon chempioni bo'lishga harakat qilyapti. Kubora singlimizdan umidimiz katta. Hozirgina muz olib kelindi. Sababi mana bu quyosh shunchaki yondirib yuboryapti bori. Ko'zlarim achib ketyapti. Shu darajada bir issiqdan. Azar Husnora qizimiz yoshi bor yo'g'i 14 yoshda jahon chempionatida vatan sharafini himoya qilyapti. 14 yoshli qizimiz hozircha 3-o'ringa ketyapti, lekin inshaalloh chempion bo'lamiz inshaalloh. Azar musobaqaning birinchi kuni va birinchi yarmida ikkita kumush medalni naqd qildik. Bu boshlanishi va bu yomon natija emas. Chunki hozir bizning sportchilarimiz eng asosiy e'tiborini hozirdan qadam-ba-qadam, step by step tayyorgarlik ko'ryapti Los Angeles olimpiadalariga. Albatta har bir musobaqaning o'zini o'rni bor va hozircha bizning bor yo'g'i 16 yoshli qizimiz Shahinaxon jahon chempionati kumush medali sohibiga aylandi va Kubora singlimiz ham jahon chempionati kumush medali sovrindoriga aylandilar. Abdurahmon Fazilov Toshkent vaqti bilan soat 15:00 da yana qaytamiz va Assalom, siz birinchi musobaqangiz bo'lsa, hali butun hayot oldinda, hali o olimpiada Los Anjelesga sizlar uchun boradi. Hamma O'zbekiston borib baxtmizlik qiladi. Azlar Kubora qizimiz kumush medal sohibi bo'ldi. Barchaga medal muborak bo'lsin. Kubora olimpiadani olamiz xudo xolasa. O'sha O'zbekistondagi chempionatda chempion bo'lamiz. Tabriklayman. Demak, birinchi kumush medal muborak bo'lsin azizlar va xudo xolasa bu yerda hali Shahina qizimiz, Husnora singillarimiz musobaqani davom ettirishyapti. Qarang qizimizning yuragidagi o'tini, olovini qarang. Xudo xolasa mana turmush o'rtoqlari Kuborani. Aka medal muborak bo'lsin. Xudo xolasa aka inshaalloh. Hech narsa qilmaydi aka. Bu hali butun kelajak oldinda. Oltinga mashincha qoladi. Hech narsa qilmaydi. Inshaalloh bor yo'g'i 4 sm oltin medalga yetmay qopti. Nima qilamiz? Inna lillahi duoda bo'lib turinglar. Biz hali endi boshladik. It's from Uzbekistan. Uzbekistan. क्या सर? Ana, Mitxun Chakraborty, जी जी Ajay Devgan, जी Shahrukh Khan, जी 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 oh Salman Khan. Thank you. थैंक यू थैंक यू Thank you. Welcome from Uzbekistan. Thank you. From Uzbekistan. Thank you. Ma'am Aishwarya Rai. Tu. Thank you, sir. Thank you so much. Juda ham qattiq asabda. Qattiq gulini ham tashlab yubordi даже. Shu ayol 10 yildan beri medalini hech kimga bermay kelayotgan ekan. Shu eng yuqori o'rinda. Hatto mana Kubaro singlimizdan ham asta-pasta qolib ketdi. Malades Kubaro, barakalla. Xudo xolasa, hozir endi 4 sm yetmay qoldi oltin medalga. Ichivo. For the anthem of Inshallah. Colombia. Olimpiadada National Anthem of Uzbekistan bo'ladi inshaalloh. Silver medalist representing Uzbekistan. Yigi Talima. Shahina qizimiz. Esinglarda bo'lsa, o'tgan yil Parijda para-atletika bo'yicha Olimpiya o'yinlarida kumush medal sohibi bo'lganlar. Mana hozir yana kumush medal. Bor yo'g'i hali 16 yoshdalar. O'tgan 15 yoshda edi. 16 yoshli qizimiz kumush medal sohibi. Olg'a O'zbekiston! Xudo xolasa Gold medalist and world Paralimpiya champion. Los Anjelesda albatta g'alaba qozonadi. Gollandiyalik ayol oltin medal oldi. Yuta xonim barakalla. Qarang, shunaqangi zabardast bir necha yillik atletlar. O'shanga qarshi bizni nozikkina 16 yoshli singlimiz kumush medal sohibi. Inshaalloh oltin ham bo'ladi.
Stadiondan chiqishimiz bilan qanaqadir bayramga to'g'ri kelib qoldik. Ayshvariya Ray ham shu yerda, Kajol ham shu yerda, Dharmendra ham shu yerda. Kim bor yana? Printa Zinta hammasi shu yerda. Biz taksini kutyapmiz. Mana yana kelyapti. O, ana, Mitxun Chakra borti. Salmanxon. Qarang, hamma shu yerda. Ey, uyga boraman. Boshimda skavorodka ham sinadi, kastrulka ham sinadi. Sizni videoyingizni bizning uydagilar ham ko'radi. Biz to'g'ri. Biz stadiondan chiqdik. Bizda ayb yo'q. Mana qani 75-82 biz mashina kelgan yo'q hali. Hammani, hamma. Ana yana tushyapti. Qani tushyapti? Qani. Qani. Astag'firullah. To'xta, urilasan hozir. Qisqasi bayram. Assalomu alaykum azizlar. Bugungi mana sportchilarimiz astagan o'zlarini chiqishlariga harakatni boshlashyapti. Bitta narsa aytayman. Umrim davomida nechta mamlakatlarga borganman. Arab davlatlari, ayniqsa issiq joylar, Afrika davlatlari. Lekin Hindiston men uchun birinchi mamlakat edi va menimcha agar bu yerda bir qanaqadir o'ta xalqaro konkretni musobaqa bo'lmasa, men bu yerga hech qachon sayohatga ham kelmayman. Boshqa narsaga ham kelolmayman. Zo'r, odamlari zo'r, do'stlik, lekin yondiradi, nafas olib bo'lmayman. Ko'ryapsizmi mana? Mana bolani qarang, mana qarang. Bechorani qarang. Terlab pishib ketyapti. Mana o'zi Abdurahmon aka qachon qaytamiz deyapti. Mana o'ziga Pushkin bir jog'im. Bilmadim qanaqadir ventilyatsiyonda. Bolamni tavba qilib Olganimdan keyin ancha. Ancha. Azizlar, Hindistonga to'kadak prosta kelmanglar. Lekin ana hop. Shu yigitni tanidinglarmi? Yorqinbekni. Esinglarda bo'lsa, ko'zlarim ochib ketyapti. Olimpiadada Allohim meni shularning oldida sharmanda qilmagin deb bismillah aytib otganda rekordni urgan yigit Yorqinbek Odilov bo'ladi. Eslasanglar oltin medal olgandi. Hozir yana aynan o'sha sport turi bo'yicha chiqilyapti. Duoda bo'linglar. Taxminan 1 soatlardan keyin o'zini chiqishini boshlaydi Yorqinbek. O'zbekiston. İnşallah. Bismillah. La havle ve la kuvvete illa billah. Canım. Bismillah. Allahu ekber. Davay. Wow, yaxshi. Kam barakalla. İnşallah ertadan keyin oltinga aylantiramiz. Tabriklaymiz. Hazır. Yorqinbek Odilov. Paralimpiya. Parij o'yinlarining g'olibi. Xudo xolasa vatanga hozircha kumush medal. Hozircha. Rahmat ukam. Sog' bo'lgin. O'zbek o'g'loni hozircha kumush medalni oldi. Inshaalloh oltin medal oldimda. Teşekkürler beyefendim. Ukam Shoruxxon. Bu Kajol mana, Kajol. No, Ayshvariya Ray. Ayshvariya Ray. You very like him. First, soching zo'r manikini ko'ryapsan mana, soching zo'r manikini. Bu mana, beautiful, so beautiful. Paragut. Bugun sening kuning. Kuning sening bugun. Kuning sening bugun. Oh, thank you. Baxtli bo'linglar. Hello. Bo'lar ekanmi? Raju. Dada deyapti. Hey! O'chir ovozingni. Qaranglar, Hindistonda taksilarda har bittasi mana shunaqa knopka turibdi. Bu yerda ham turibdi. Orqa tomonda ham turibdi. Bu nima knopka deb o'ylaysizlar? Meni o'ylashimcha aka. Ha. Haligi
qizlarni nimadir qilib qo'ysa. Sen buzuq narsalarni o'ylaysan boshini. Yoshligim. Bu tez yordam. Mashina avariya bo'lib qolib, bir narsa bo'lib qolsa bor, yiqilib tushadi, og'anab tushadi, bir narsa bo'ladi-yu. O'shanda bunday qilib enadi, bunday qilib bosgani. Tushundinglarmi? Bu it's a panic button. Ana. Kam тревожный signal degan, тревожный knopka. Lekin ketyapmiz mana stadionga dalish. O'zbekiston! O'zbekiston! Yoxtxon 570 sakrasa iPhone eng oxirgi modeli. Javob. 570 davay. Bismillah. Allohu akbar. Tasha! Yes! Zo'r. Hop. Yaxshi. 570. Ozgina yetmay qoldi. Lekin birinchi o'rindamiz. Azlar issiq shu darajada kuchliki, miya qaynab ketyapti. Siz hozir Hindistondagi issiqni faraz qila olmaysiz. Issiq, lekin iloji yo'q, vatan uchun bosishimiz kerak. Inshaalloh. Sizlar mana oldimda asal qizim Gulnor, xudo xolasa xuddi Asila Mirzayorevaga o'xshab o'sha nimaga sakraydilar, uzoqlikka sakraydilar. To'g'rimi? Gulnor qizim, qarang. Asalim, xudo xolasa saralashlarda qatnashib, Olimpiadaga borib, Los-Anjelesga borganda men sizga va'da beraman. O'sha Los-Anjelesda uzoqlikka sakrashda qangi medal olishingizdan qat'iy nazar, o'sha kungi o'sha paytdagi iPhone'ning eng katta gigabaytini, eng katta Pro Max'ini va eng katta zo'rini va'da qilaman. Mana treneriga pishmagan shoptoli qoqini va'da qilamiz. Asila qizim, kelishdikmi? Keling endi asta joyiga o'tirib oling. Asta o'tirib oling. Azlar mujik сказал, mujik сделал. Lekin Yoxtxonga 4 sm yetmay qoldi. 4 sm. Boburilar keldi. Azlar, mana Boburjon. Andijon o'g'loni Boburjon. Yana o'tgan bilan Boburjon. Xudo xolasa, inshaalloh. Faqat gapim eshitmayapti odamlar. Xudo xolasa, Andijon o'g'loni Boburjon bugun mana Andijon o'g'loni Boburjon. Aka narigi Boburjonimizdan qayerlik? O'zi boksga kerak. Qisqasi azizlar, O'zbekistonlik. Bugun kutinglar inshaalloh zabardast pahlavonimiz Boburjondan, Andijon o'g'lonidan oltin medal bo'ladi inshaalloh. Azizlar, Boburjon Amonov Jahon chempionatining kumush medaliga ega chiqyapti. Mayli. Yaxshisi hozir kumush bo'lsin, lekin Olimpiadada va Toshkentda bo'lib o'tadigan Jahon chempionatida oltin bo'lsin. Aziz vatandoshlar, Boburjon Amonov jamoamizga kumush medalni taqdim etmoqdalar. Rahmat. Barakalla. O'zini rekordlarni ham urib inshaalloh. I love you. Abdurahmon akam sevib qoldi mana shu. Kiya bo'lsa o'zingga. Yoki nima muhabbat nima sira xizmat. Harom zadaxi. Naxay muhabbat xi. Ya'ni Hindistoniki
Jindahay, buyoqda yursa. Dramon aka. O'zbekcha bilaman. Hindiyacha aytasiz. Chalo, chalo. Ana shu qoldi. Qora kimdagilar. Ana ikkalasi bor, u anonisi ham bor. Yomon ekanlar. Okey. Yomon ekan. Bular anaka bular короче SMS ekan, bular DXX ekan. Bu holda finish mazir system ham. I love you. Abdurahmon aka ham sevib qoldi menimcha bu. Finish my mama. Berdim senga. 5 ta berdim hammaga, yana kimga beray? Endi Kajolxon. Uzr Kajolxon. Menga ba'zilar o'ylaydi Abdurahmon safar chet el mazza qilib yuradi deydi. Alhamdulillah, Alloh bergan rizqiga shukr. Mana bugun ukamiz Jasurbek Xo'jayev oltin medal oldi. Biz sog'lomlar, bizga o'xshagan millionlab sog'lomlar qila olmaydigan narsani mana shu ukajonimiz, mana post bor, kirib ko'rishinglar mumkin, oxirgi post. Ukajonimiz dunyodan kelgan paraatletlar ichida birinchi o'rinda oltin medalni oldi. Mana nishonlayapmiz. Tushonka. Tushonka. Napitkalarimiz, kolbasa saskalarimiz, gol mojito bilan ichamiz. Ovqat yeb bo'lgandan keyin bu bilan mana Karlo Vari hazm qilamiz. Shu blogerning hayoti shunaqa. Sog' bo'lasizlar, sizlarni yaxshi ko'raman. Topdim uka, topdim. Mana. Pyari muhabbat hai zindabad hai O'zbekistoni, Hindistoni, Bobur. To'xta Bobur. To'xta, topdim uka. Zinda hai muhabbat hai. Ko'cha hota hai. La. Nahi muhabbat. Thank you. Voy, zo'r bola. Ha, ana ke. Intervyu. Sister, intervyu. Kam. Voy. Kam bu. Uzr, Zaynat aka. Sorry. Zaynat aka. Sizda ham shans yo'q hech qanaqa. Uka, iplos ketyapsanmi oldiga? Ha, yo'q. Uyalib ket. Bobur to'ymi bir haftadan keyin? Ukajon bilmabman. Baxtli, saodatli bo'lgin uka. Monaqangi kajollarni bor-ku. Milliontasini bitta o'zbek qizini sochiga almashmaymiz ukajonim. Gap tasha. Olg'a. Hammamiz unaqa mashina oldik, deb maqtanamiz. Hozir narsani ko'rib hayolim kelib qoldi-da. Mana hozir yangi mashinaga harakat qilib yuribman. Lekin mana bizning asosiy mashinamiz. Eng glavniy mashinamiz. Bitta ekan. Eng glavniy shu mashinaga hammamiz minamiz. Shu uchun mashinam yo'q deb afsuslanmanglar, mashinasi yo'qlar. Alhamdulillah. Hindistonda masjidga borsa, cho'p bilan quvayapti, haydayapti degan gaplarni eshitdik. Bo'lmagan gap ekan. Mana hamma bemalol, salqinginada. Jumaning fayzi barakamiz. Krasavitsalar. Bugun tarixiy kun. Yaqindagina sportga qo'shilgan singlimiz Jahon chempionati bronza medalini olyapti. Tak что hammada shans bor, hammada. Taloshxonani nomer 1. Hello. Zindabad Hindiston. Ana ustaka. Salom. Perfect. Lekin soqol oldirsa bo'ladi. Hello. India. Bu bilan sochlarni tozalab qo'yinglar. Thank you. Chalo. Ukam soqolini qopdi ozgina. Sochim oldirishim kerak edi. Ukam. Kasal yuqtirib olma, tavba qil. Do'sto,
Mana bu bizning Karomat qizimizning raqibi. Karomatdan 2 sm kam otgan. Agar hozir ota olmasa, inshaalloh Karomat chempion bo'ladi. Ota olmasin inshaalloh. Ha? Ota olmasin. İnşallah ot olmasın. Ot olmadı, Karomat his qilyapti o'sha buni. White flag goes up. Agar mana shu yerda 2 ni ko'rsatsa bo'ldi. Karomatxon chempion bo'ladi inshaalloh. 2 ni ko'rsat. Gold medal position. Qizil rangda 2 ni ko'rsat inshaalloh. Ya la havla va la quvvata. Allohu akbar!